Shodmonov Javohir Abduhamid o'g'li 1992-yil 25-dekabrda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilganman. 2011-yilda Toshkent axborot texnologiya universitetining Samarqand filiali bakalavriat bosqichini tugatganman. 2018-yil Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiya universitetida magistr darajasini tugatganman. Ilmiy ishimda mavzusi elektrodinamik kuchlar ta'sirida qobiq shaklidagi tok o'tkazuvchi mikroelementlarni deformatsiyalash jarayonini matematik modellashtirish degan mavzu ustida ishlaganmiz. Ilmiy rahbarim fizika matematika fanlari doktori professor Indiaminov Ravshan Shukurovich birgaligida tavsiyalar asosida bu ilmiy tadqiqot ishini olib borganmiz. Ushbu ishimizning dolzarbligi hozirda zamonaviy texnologiyalar, mikroqurilmalar, elektronika, nano elektronika qurilmalarida biz o'rganib chiqqan mikroelementlarning deformatsiyalanish jarayoni juda muhim hisoblanadi. Va bizni ishimizni dolzarbligi o'sha qurilmalarda mustahkamlik darajasini yanada yaxshilash va o'sha ishlash jarayonlarini muammolarni yechishdagi vaqt samaradorligini oshirishdan iborat. Ilmiy ishimizni tatbiqi sifatida radioaloqa radioeshittirish kompaniyasida Samarqand viloyatida o'tkazganmiz. Mavjud mikro qurilmalar, ya'ni antenna qurilmalaridagi mikro o'tkazgichlarda ushbu sinovlarni o'tkazganmiz. Telekom tashkilotida o'tkazganmiz. Ya'ni tranzistor kabi kichik o'tkazgichlardagi deformatsiyalanish jarayonini kuzatganmiz. Ilmiy yangiligi o'sha mikroelementlarning deformatsiyalanish jarayonini hisoblashda matematik model yaratildi. Ularni sonli yechish uchun biz sonli usullardan foydalandik va shu paytgacha bu ish bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha bizdan oldingi olimlarning ishlari bilan qiyosiy tahlillar o'tkazildi va ushbu sonli usullarni yechishimiz uchun dasturiy majmua ishlab chiqildi. Demak, bu ish bo'yicha mahalliy olimlarimizdan, jumladan o'zimni ilmiy rahbarim Indiaminov Ravshan Shukurovich ishlari va Nuraliyev Faxriddin ustoz ishlarni o'rganib chiqqanman. Xorijiy olimlardan Ambar Sumyan, Grigorenko, Malchenko kabi katta olimlar ishlarida ham shu magnitoelastik tadqiqotlar o'tkazilgan. Shularni o'rganib, o'zimizni ishimizni ularga solishtiradigan qismi biz termoelastiklik jarayonini ko'proq e'tibor qaratganmiz. Ya'ni o'sha deformatsiya jarayoniga temperaturaning qo'shimcha ta'sirini hisobga olganmiz. Yuqorida aytib o'tganimdek 3 ta tashkilotga joriy etdik bu ishimizni va o'sha aytib o'tganimizdek qurilmalardagi o'sha mikro o'tkazgichlarning mustahkamlik darajasi 8-9% gacha oshirildi va hisoblash jarayoni va o'sha vaqt sarfi 6-7% gacha kamaytirildi. Axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan ushbu 3 ta tashkilotda olgan da'volatnomamiz bo'yicha ma'lumotnoma olganmiz joriy qilinish bo'yicha. O'tkazgichlarning geometrik shakli hisobga olinadi. Qobiq shaklida o'tkazgich bo'lishi mumkin yoki plastik ko'rinishdagi o'tkazgichlar bo'lishi mumkin. Demak, bu geometrik shakldagi parametrlarga bog'liq va o'tkazgich turiga bog'liq. Keyin o'tkazgichdan o'tayotgan elektr tokining miqdoriga bog'liq va tashqi magnit kuchlarning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Demak, ushbu parametrlarni biz hammasini jamlab, unga qo'shimcha ravishda tashqi, ya'ni temperatura va elektr toki o'tgandagi o'tkazgichning qizishi natijasida hosil bo'ladigan temperaturalarni ham qo'shgan holatda bu deformatsiya jarayonini tadqiq etganmiz. Yaxshi katta rejalar qo'yganmiz oldimizga. Yanada biz o'sha yaratgan matematik modelimizni real hayotga tatbiq qilishdagi mana olingan natijalardan ham ko'ra yaxshiroq natijalarga erishish, ushbu mavzu bo'yicha keyingi ishlarimizda ham davom ettirmoqchimiz. Aytib o'tganimiz uchun natijalar yanada yaxshiroq olish niyatidamiz. Demak, yangi tadqiqotchilarimizda eng asosiy maslahatim o'sha shu soha, tanlangan soha yo'nalishi bo'yicha oldin qilingan ishlarni, oldingi olimlarni shu paytgacha qilingan va hozir qilayotgan tadqiqot ish olib borayotgan olimlar ishlarini mukammal o'rganib chiqish kerak. O'rganib chiqqandan keyin o'z ishi bilan solishtira olib, tahlil qila olgandan keyin
o'zini ishini modelini yaratib, sonli usulini ishlab, dasturiy majmualarni ishlab chiqqan ma'qul deb hisoblayman. Ilmiy rahbarning o'rni juda yuqori deb hisoblayman, chunki bu ilm yo'lida maslahat juda ham muhim hisoblanadi. Soha bo'yicha fundamentimiz bo'lgani bilan, masalan, matematika, fizika yoki dasturlash yo'nalishida hammada fundament bo'lishi mumkin, lekin ilmiy ish sohasiga kelganda bu yo'nalish ham juda chuqur muammolarga duch keladi. O'shaning uchun ilmiy rahbarda juda yuqori saviyalik, ilmiy darajasi yuqori bo'lgan ustoz tanlash muhim hisoblanadi. Endi bu yerda tanlashimning asosiy sababi, men o'zim mana Samarqandda tug'ilib, o'sha yerda katta bo'lganman va ilmiy ishimni bajarilgan tashkilot ham SAMDU, Samarqand davlat universiteti hisoblanadi. Bizda bu mutaxassislik bo'yicha sovet yo'qligi sababli bu raqam texnologiyalari va sun'iy intellekt institutida o'z ishimni himoya qildim.